Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz bugungi darsimizda Windows 10 uchun moslashtirilgan 16 xil xat nusxasini ko'rib chiqishdan birlikda uni qachilashni birlikda o'rganamiz. Oldi bilan moslashtirilgan xat nusxasini ko'rib tanlaymiz. Men Coffee'ni tanlay. Mouse bilan hemen tanlasak bo'ladi va yoki Ctrl A ni bossak bo'ladi. Ko'chirishni bossak bo'ladi va yoki Ctrl C ni bossak bo'ladi. C rayon, Windows, font. Bu yerga kirib choplashni bossak bo'ladi va yoki Ctrl V ni bossak bo'ladi. Bunda askarisi chiqqan vaqtda to'g'ri belgisini qo'yib, A ni bosib qochilib bo'lgandan keyin butunlay hammaga ta'sir qilganligini ko'ramiz. Endi biz kompyuterni qayta qo'zg'atsak bo'ladi. Men kompyuterni qayta qo'zg'atdim. Qayta qo'zg'atgandan keyin ko'rayotganinglardek hammaga moslashgan bo'ldi. Kontrol taxtasi va yoki bu yer va yoki tanshak va yoki ma'lum applar. Agar kompyuterning tili Uyg'urcha bo'lmagan ahvol ostidami, normal turkcha, latincha harflarni qo'llaydi. Darsimiz mushu yergacha bo'lsin. Kelar qatamqi darsimiz ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.